Koreyada Chandokkun degan saroy bor. Shu saroyga hovlisida baliqchalar bor ekan. U baliqchalar begona ovqat yesa o'lar ekan, shu yerda ovqat sotar ekan. Faqat o'shandan olib O'shandan olib berishar ekan, охраналар chop olib keldi, shuni ovqatni oldilarda bir shovuch otdilar shu nimaga. hovuzga. Mayda baliqcha tap yey boshladi. Keyin bir katta baliq kelib tapib tortib oldi. Shukrullo akaga stul qo'ygan shetga, prezidentga stul qo'ygan, menga stul qo'ygan. Endi delegatsiyani men endi sayr qilib yurishuvdi-da endi. Karim dedilar, shu nimani senga bildiraman shu ko'rgan sahnani dedilar. Men aytdim, bu kuchlik hamisha kuchsizning nasibasini tortib olib yeydi deganni bildiradi desam, men tashlagan narsa budjet dedilar. Mayda yeb yurganlar dedilar, xalq dedilar. Mana bu katta yeb ketgan mafiya dedilar. Endi men nimaga tushuntiray? Deb mafiya dedilar. Mani vazifam nima bilasanmi dedilar. Siz mafiyadan tortib olib xalqqa berishingiz kerak desam, yo'q dedi. Muvozanat degani meni vazifam muvozanat saqlash. Men budjetni xususdagi boylikni shunaqa taqsimlashim kerakki, xalq ham yesin. Endi to'yibmi, to'ymayapmizmi? Xalq ham yesin, mafiya ham yesin. Mani stolimga qancha odam ko'z tikib turadi o'rnimdan deb bilasanmi? Men qanchalar muvozanat saqlasam, shunchalar joyimda turaman. Ya'ni shuni tushundimki, mafiyani ham tegmayman. Degandek bir narsada endi.